Bitta narsa. Sudyalar bugun siz yer yuzidagi sudyasiz. Mana ochiq aytaman. Yer yuzidagi sudyasiz. Javobgarlik bor. Buni javobi bu dunyoda bo'lmasa-da sizga nisbatan. Qiyomatda Alloh sudya bo'lib sizdan buni har birini talab qilib so'rab oladi. Biz Allohning oldida turib vajlarimizni barchasini, haqqimizni talab qilamiz. Biron bir virguligacha, nuqtasigacha, biron bir yozgan harfingizgacha biz jazo olmasangiz tinchimaymiz. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Tarixda qancha buyuk insonlar bo'lgan bo'lsa, birontasi bugun yo'q. Ertaga zamon yana bir aylanadi. Biz bu dunyoni tark etamiz, hammamiz. Mana shu yer yuzida kim bizni hozir eshittirgan bo'lsa, bironta odam bo'lmaydi bu yer yuzida. Lekin hammamiz qilgan ishlarimiz uchun, amalimiz uchun javob beramiz.